koreyskiy seriyamizdan ASEOL seriyasidan piling. Bu pilingni men o'zim ko'p ishlataman. Haftada 2 marta foydalanaman. Buni ishlatganingizdan keyin yuzingiz shunaqa yumshoq bo'ladi. Nimagaki bu o'lik hujayralarni olib tashlaydi. Yuzingizni shunaqa zo'r tozalab beradi. Mana qaranglar. Bundan keyin yosh bolaning terisidek bo'lib qoladi yuzingiz. Shunaqa ranglari ocharib, yuzingizni toni o'zgaradi. Buni ASEOL seriyasidagi har bitta mahsulotni nabor qilib ishlatganda yuzingiz shunaqa yosharadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana. Undan keyin mana qaranglar, qanaqa yumshoq bo'lib qoldi. Uni ishlatgandan keyin albatta yuz, qo'l yuvib tashlanadi va keyingi kremlaringizni sursangiz juda ham zo'r ta'sir qiladi, chunki teriga chuqur o'tadi. Bundan keyingi suriladigan uxodoviy kremlaringiz, kechqurungi kremlar faqatgina piling ishlatgandan keyin kunduziga albatta SPF ishlatish zarur. Chunki SPF siz yuzlarimizda dog' ko'payib ketishi va har xil toshmalar toshishi, ajinlar ko'payib ketadi.